Hali yopilib ketgan kanalimizni tiklab berdik. Mana ko'rsanglar bo'ladi. 2021-yilda kanal tak tugma yo'q bo'lib ketgandi. Mana 2026-yil kanalimiz tiklandi. Mana 1800 obunachimiz bor. Mana do'stlar natijasi. Xo'p, 29-may 2026-yil sanasida kanal qayta tiklandi. Agar do'stlar sizlarda ham strike yeb tak tugi bilan yo'q bo'lib ketgan kanallar bo'lsa, tak tugi bilan вообще yo'q ketgan kanal bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqadigan bo'lsanglar tiklab beramiz. Faqat sharti bor, videolar o'zingizniki bo'lishi kerak. 100% avtor o'zingiz va nohaq, masalan, strike tashab yo'q forishgan bo'lsa, kanalingizni tiklab berishga harakat qilamiz. Bu kanalda ham shunaqa bo'lgan. Nohaq holatda yo'q forishgan, shuning uchun mana kanal tiklandi. Xo'p, faqat yana sharti bor do'stlar, strike'ga nimasi bo'ladi, sudlashib yutqizmagan bo'lishingiz kerak. Umumiy holatni ham tekshiramiz. Kimda strike yeb tak tugma yo'q ketgan kanallar bo'lsa, bizga Telegramdan aloqaga chiqinglar, batafsil tahlil qilib ko'rib beramiz. Lekin kanal ochish narxi do'stlar eng kam 100 dollardan boshlanadi. Chunki bitta strike eng arzon narxi 100 dollardan boshlanadi. Ya'ni dollarga qarab qimmatlashib ketaveradi do'stlar, shunaqa. Masalan, YouTube'da shu videolar bo'lsa, kerakli ma'lumotlar bo'lsa, Telegramdan yozsangiz tiklab beramiz. Nomerimiz 99lik 791 32 32 do'stlar. Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'linglar. Faqat SMS yoki Telegram 99lik 791 32 32 telefon qilmanglar. SMS yoki Telegram. Salomat bo'linglar.